Inson hayotida eng unutilmas lahzalardan biri bu qiziqarli sayohat zavqi desam mubolag'a bo'lmaydi. Men ham ayni damda dunyo bo'ylab telekanali hamda Fly Dubai aviakompaniyasi bergan imkoniyatdan foydalanib, dunyoning eng go'zal davlatlaridan biriga sayohat qilish arafasida turar ekanman. Sarguzashtlar girdobiga sho'ng'ishga tayyorman. Safar oldidan qalbimni hayajon va biroz hadik qamrab olganini yashirmayman. Boisi samo uzra parvoz qilishning o'z gashti, shu bilan birga xavotiri ham bo'ladi. Tungi shahar jozibasini yuqoridan yana bir bor ko'ryapman. Poytaxtimiz chindan ham juda go'zal. Men hali o'zga yurt chegarasiga o'tmayoq, jonajon diyorimni sog'ina boshladim. Chiroyli formadagi bir-biridan go'zal styuardessalar diqqatimni tortib, dilimdagi g'ashlik nari ketdi. Havo kemamiz tepaga ko'tarilganiga 15 daqiqa bo'ldi. Fly Dubai havo yo'llari juda ham qulay ekan. Mana bizga hozir menyu olib kelishdi. Qornimiz uncha ochgani yo'q, lekin baribir ham ko'raylik nima bor ekan. Menyusida tanlov juda ham katta ekan. Men o'zimga mevali yogurt buyuraman. Sizga ham xuddi shuni tavsiya qilaman Salohiddin. Chunki bu juda ham foydali. Ichimliklari ham juda ham ko'p ekan. Qahvalar, choylar, limonadlar. Buyurtmamiz kelgunicha ushbu media tur tashkilotchisi Fly Dubai aviakompaniyasi faoliyati haqida biroz ma'lumot bersam. O'z ishini 2009-yilda boshlagan Fly Dubai aviakompaniyasining asosiy maqsadi odamlarni ko'proq sayohatga chorlash, qiziqarli maskanlarni ziyorat qilishga ko'maklashishdir. Fly Dubai yosh bo'lishiga qaramay, mintaqaviy bozorda mustahkam o'ringa ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda 90 dan ziyod yo'nalish bo'yicha reyslar amalga oshirilmoqda. Bu samolyotlar Dubay va Al-Maktum xalqaro aeroportlaridan uchadi. Fly Dubai savdo-sotiq va turizm sohalarini rivojlantirish uchun barpo etilgan. Bugungi kunda u dunyodagi yangi va ekologik jihatdan eng zararsiz aviapark hisoblanadi. Bu laynerlar yonilg'ini oz sarflaydi, kam shovqin chiqaradi, yuqori ishonch bildirish mumkinligi bilan ajralib turadi. Bu esa yo'lovchilarni eng yuqori qulaylikda manzilga yetkazadi. Siz ham Fly Dubai marshrut tarmoqlari yo'nalishi bilan tanishib, dunyoning o'zingiz istagan burchagiga sayohat qilishingiz mumkin. Kompaniyada 114 millatdan iborat 4000 dan ortiq xodimlar faoliyat ko'rsatar ekan. Ular istalgan vaqtda xizmat ko'rsatishga shay. Professional va xushmuomala xalqaro jamoa yo'lovchilar parvozi ko'ngildagidek bo'lishi uchun bor kuchi va imkoniyatlarni ishga solishiga o'zim ham amin bo'ldim. Biz biznes klass bo'limiga joylashdik va bekamu ko'st qulay parvoz zavqini his etdik. O'rindiqlar o'tirish va biroz mizg'ib olish uchun juda qulay. Dunyo taomlarini taklif etuvchi menyuni varaqlar ekansiz. Juda balandda bulutlar ustida ketayotganingizni ham unutasiz. Rostni aytsam, hali qulupni yemodim bu yil. Mana endi qulupni ham yeyapman. Qulupni uchun Fly Dubai havo yo'llariga tashakkurimni aytaman. Roppa-rosa 3 soatlik parvozdan so'ng yaratganga beadad shukrki manzilga yetib keldik. Shuni ta'kidlashim kerak, havo layneri juda yengil qo'zg'alib, xuddi shunday qo'ndi. Bu mening Birlashgan Arab Amirliklariga ilk sayohatim. Albatta qalbimni hayajon va biroz xavotir qamrab olgan. Birlashgan Arab Amirliklari Arab dengizining janubi sharqiy qismida joylashgan bo'lib, u Qatar, Omon sultonligi va Saudiya Arabiston qirolligi bilan chegaradosh. Mamlakatning qirg'og'i Omon va Fors ko'rfazining suvlari bilan yuviladi. Birlashgan Arab Amirligining maydoni 83,6 ming kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Birlashgan Arab Amirliklarining davlat tili arab tili hisoblanadi. Biroq bunga qo'shimcha tarzda ingliz, hindu, urdu va forsiy tillari ham ishlatiladi.
Dubayda ko'plab e'lonlarning rus tilida yozilganiga ham guvoh bo'ldik. Ko'plab sotuvchilar va mehmonxona xodimlarining allaqachon rus tilida so'zlashni o'rganib olganlari, ingliz tilini bilmaganlar uchun qo'l keladi. Birlashgan Arab Amirliklari bu yuqori darajali mehmonxonalar va Fors ko'rfazining lojuvard iliq suvlari. Bu 3 qatorli shasse va kimsasiz sahroda tuyalar va badaviylar. Zamonaviy savdo markazlari va an'anaviy sharq bozorlari, qaynab turuvchi tungi hayot va islom dini qonunlariga qat'iy ravishda amal qiluvchi davlat. Bir so'z bilan aytganda, Birlashgan Arab Amirliklari bu sharq va g'arbning betakror aralashuvidir. Kutilgan Dubayga ham yetib keldik. Kun juda ham issiq, lekin shunga qaramasdan biz juda ham xursandmiz. Aeroport juda ham katta, shahar esa o'zgacha. Bo'lmasa, bugungi kunimizni boshladik. Media tur rejasi bo'yicha Roof Trade Center Hotel mehmonxonasiga joylashdik. Mehmonxona eski va yangi Dubay oralig'ida, Dubay butun jahon savdo markazi yonida joylashgan. Osmono'par Burj Xalifa binosiga shu yerdan 10 daqiqada yetib olish mumkin ekan. Otel 270 ta katta va oilaviy xonalardan iborat. Hamma xonalar konditsioner, televizor, sun'iy yo'ldosh orqali uzatiluvchi kanallar va qahva qaynatgich bilan ta'minlangan. Shuningdek, har bir qavatda muz tayyorlagich bor. Servis ichiga mehmonlar uchun ochiq basseyn, uzluksiz fitnes markazi va butun mehmonxona bo'ylab bepul Wi-Fi xizmati ham kiritilgan. Mehmonlarga arab, g'arb, hind va Osiyo taomlari taklif etilishi menga juda manzur bo'ldi, chunki tanlash imkoniyati bor. Roof Trade Center Hoteldan xalqaro aeroportgacha 10 daqiqalik yo'l. Maroqli ta'til uchun Dubayga otlangan bo'lsangiz, unda albatta Roof Trade Center Hotel xizmatidan foydalanishni tavsiya etamiz. Birlashgan Arab Amirligi, ya'ni Dubay shahriga ham yetib keldik. Kun juda ham issiq, lekin shunga qaramasdan biz Dubay shahrida bo'lib o'tadigan sarguzashtimizni boshladik. Dubay dunyodagi eng baland bino, eng katta savdo markazi, dengiz sathidan eng balandda joylashgan restoran, insoniyat tomonidan yaratilgan sun'iy orol, 7 yulduzli deya ataladigan yelkan shaklidagi eng mashhur mehmonxona. Hali bu ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin. Dubay ana shunday noyob durdonalarni o'z bag'riga olgan shahar. Ko'pchilik o'ylaganidek, bu alohida davlat emas, balki Birlashgan Arab Amirligidagi 7 amirlikning biridir. Bu shaharda turizm o'ta rivojlangan. Har qadamingizda hashamatli 5 yulduzli mehmonxonalar, Michelin starga ega restoranlar, ko'ngilochar joylar, ko'z ko'rib quvnaydigan yirik savdo markazlari va albatta qishin-yozin cho'milish mumkin bo'lgan bepoyon dengiz bor. Albatta, bu yer subtropik iqlim bo'lganligi uchun palma daraxtlari juda ham ko'p. Tropik mevalar ham ko'p ekan. Xullas, turistlar uchun dam oladigan ajoyib maskan. Yaxshi ham ishlabman, obodman.
Birlashgan Arab Amirliklarida quruq subtropik iqlim hukm suradi. Bu yerga sayohat qilish uchun qulay vaqt oktyabr oyidan may oyigacha bo'lgan davrdir. Chunki bu vaqtda harorat 18 darajadan 30 darajagacha bo'ladi. Ayniqsa fevralda qisqa muddatli yomg'irlar yog'ib turadi. Yog'in-sochinlar ko'pincha Birlashgan Arab Amirligining sharqiy qirg'og'i va Fujayra amirligida kuzatiladi. Yozda harorat 50 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Namlik juda yuqori. Xuddi men kabi ilk bor kelganlar uchun eslatma. Sayohat chog'i zaruriy tartibda quyosh nurlaridan himoyalovchi vositalardan foydalanish va ko'proq suyuqlik ichish tavsiya etiladi. Ko'chalarda bosh kiyim kiyish maqsadga muvofiq va to'q ko'zoynak taqish lozim. Bu ultrabinafsha nurlardan ko'zlarni himoyalaydi. Ko'chada yurish uchun eng xavfli vaqt soat bu 11 dan 14:00 gacha bo'lgan jazirama paytdir. Yana ovqatlanishda ham e'tiborli bo'lish kerak. Mahalliy taomlarga moslashmagan, organizmda kutilmagan reaksiyalar yuzaga kelishi mumkin. Shunday ekan, yengilroq tamaddi qilganimiz ma'qul. Hozir biz Frame Dubayga keldik. Bu degani Dubayning ramkasi degani, ya'ni Dubayda mana shunday to'rtburchak shaklda rom qurilgan. Uning chap tomoni Dubay shahrining zamonaviy, o'ng tomoni esa Dubay shahrining tarixiy tomonini ko'rsatadi. Shunaqa qilib shaharliklar aynan mana shu zamonaviy hamda tarixiy tomonlarini jipslashtirib ko'rsa bo'ladi degan ma'noda mana shunday ramka qurishgan. Mana hozir men tegida turibman. Shu ramkaning juda ham go'zal, buning ichi juda ham katta. Ko'rinishidan o'zi juda ham ixcham qurilgan, lekin ichi ko'rinib turibdiki, juda ham katta. Mana hozir Salohiddin operatorimiz sizlarga bu go'zallikni ko'rsatadi. Bu haybatli to'rtburchak rom Zabil istirohat bog'ida joylashgan. U tashrif buyuruvchilar uchun Dubayning avvalgi va yangi ko'rinishini namoyish etadi. Romning kengligi 93 metr, balandligi esa 150 metr bo'lib, u orqali Dubayning bir qancha zamonaviy maskanlarini tomosha qilish mumkin. Mehmonlar bir tomondan amirlik minoralari va Burj Xalifani, yana bir tarafdan shaharning Deira, Harare va Karama kabi eski qismlarini tomosha qilishlari mumkin. Juda ham go'zal tarzda qurilgan ekan, tilla rangda, juda ham o'zgacha uslubda. Albatta Dubayning arxitekturasiga hamma lol qoladi. Shunday ekan, bu Dubayning go'zalliklaridan biri. Qani ketdik bo'lmasa ichkariga. Tiket bu chipta. Ichkariga. Kirish uchun elektron chiptadan foydalaniladi. Bu cho'ntaklarda g'ijimlanib, kirlanib ketadigan qog'oz chiptadan afzal. Biletni esa mobil ilovasi orqali band qilish mumkin. Kirayotganda elektron chipta ekranga ko'rsatib o'tiladi. Bu usul kiraverishda tirbandlik yuzaga kelmasligini ta'minlaydi va mehmonlarga qulaylik yaratadi. Mana biz hozir Frame Dubai ichidamiz. Ana o'sha hammaga tanish bo'lgan romning ichida. Bu inson Sheyx Rashid bin Said Al Maktum, ya'ni Dubayning otasi. Dubay o'z ajoyibotlari bilan hamisha sayyohlarni hayratga solib kelgan. Maftunkor shahar qiyofasini yanada boyitgan Dubai Frame'ni ham muhandislik san'atining yuqori darajadagi namunasi deb baholash mumkin. Mazkur inshoot qurilishiga 3000 kvadrat metr laminat oyna, 9900 kub metr sement, 2000 tonna temir va ustki qavatiga zarhal qoplama ishlatilgan. Loyiha uchun 40 million AQSh dollaridan ortiq mablag' sarflangan.
Romning maydoni 7145 kvadrat metr va balandligi 48 qavat. Eng yuqori qavatga liftda 75 soniyada chiqib olish mumkin. Mana bu suratlarda hozirgi zamonaviy shaharning ilgarigi va hozirgi ko'rinishlari tasvirlangan. Mana bu Frame Dubai arxitekturasi va mana bu yangi Dubai. Hozir qanday qurilishlar ketyapti va hozirgi ko'rinishdagi surat. Rostni aytsam, juda ham qiziqarli. Mana tunda bu qanday tusga aylanadi, aynan shu joy. Dubai Frame'dan qaraganda ikki xil manzara ko'z oldingizda namoyon bo'ladi. Bir tarafda tarixiy Dubai manzarasi, ikkinchi tarafda osmono'par zamonaviy megapolislarni tomosha qilasiz. Dubayda albatta dunyoning boshqa mamlakatlaridan kelgan turistlar juda ham ko'p. Bilasizmi, bu yerdagi 3D tasvir hamda ohanglar oldingi Arabistonni eslatyapti. Albatta bu juda ham boshqacha, chunki Dubai hozir umuman boshqacha tusga kirgan. Hozir esa 3D tasvirda esa biz 100 yil oldingi holatini ko'rib turibmiz. Binoning pastki qismida fantastik ko'rgazma namoyish etiluvchi galereya bor. Bu yerda Dubai tarixini ko'z o'ngingizda aks ettiruvchi proyeksiyalar, audiovizual obyektlar, hattoki o'sha davr epkinini eslatuvchi islar ham sun'iy tutun orqali xuddi aslidek tiklanadi. Mana bu yerda esa biz tarixiy eski anjomlarni ko'rib turibmiz. Bilasizmi? Oshxona anjomlari menga O'zbekistonimizni eslatyapti. Chunki mana shunday sandiqlar, kapkirlar, mana shunday qozonlar bizda ham ishlatilgan. Sharq bu baribir sharq. Virtual Metropolis attraksioni o'ziga xos vaqtlar aro sayohat yo'lagi bo'lib, u orqali Dubayning o'tmishi va kelajagini virtual tarzda ko'rish imkoniga ega bo'lasiz. Bu balandlikdan Dubai shahri xuddi kaftagidek ko'rinadi. 150 metr balandlikdan turib shaharni tomosha qilish bu albatta ta'riflab bo'lmas hayajonga sabab bo'lar ekan. Uning bor go'zalligi Deyra va Arab ko'rfazidan boshlanib, Arab sahrolarining qum tepaliklari va Dubai Marina hududining osmono'par binolarida yakunlanadi. Yuqoridan turib shularni hammasini ko'rish mumkin. Mana biz Frame Dubaining eng yuqori zaliga kirib keldik. Bu yerda men oyna ustida turibman. Mana ko'rib turganingizdek, bu sira ham qo'rqinchli emas. Bunday shaffof oynali ko'prik regionda birinchi marta barpo etildi. Ko'prik asosining maydoni 25 kvadrat metr bo'lib, ikki yonidagi parallel minora bir-biridan 93 metr uzoqlikda joylashgan.
ko'prik bo'ylab yurar ekansiz, o'zingizni xuddi bulutlar ustida ketayotgan darbozdek his qilasiz. Xavotirga sira hojat yo'q, chunki bu xomashyo yuqori sifatli bo'lib, temirdan ham mustahkam. Mana shunday o'zgacha go'zallikka ega bo'lgan Dubay. Dubayning ilgariga, ya'ni eski shaharidamiz. Bu yerda hattoki mana bunday ajoyib meduzalarni ham uchratish mumkin. Rostni aytsam, bunday go'zallikni birinchi marta ko'rishim. Dubay shahrining bu yerdagi dastlabki devorlari 1799-yilda qurilgan. Hozirgi ko'rinishda Al-Fahidi qal'asi 1878-yilda Fors ko'rfazining qirg'og'ida Ali bin Tolib Al-Fahidi yo'llari o'rtasida qurilgan bo'lib, hozirgi kunda Dubayning eng qadimiy me'moriy inshootlaridan sanaladi. Qadimda Al-Fahidi shaharni hujumlardan muhofaza qilish bilan birga davlat qamoqxonasi vazifasini bajargan. Qo'rg'on loydan qurilgan marjon va chig'anoq toshlar to'rtburchak shaklda ohak bilan mohirona biriktirilgan. Qalin, baland devorlar katta ichki hovlini himoya qilgan. Qal'aning ikki tomonida bir-biriga o'xshamagan ikki minora qad ko'targan. Bir 1971-yili Dubay amiri Shayx Rashid ibn Sad al-Maxtum o'sha vaqtga qadar vayron bo'lgan qal'ada ta'mirlash ishlarini boshladi va bu yerda muzey barpo etishga buyruq berdi.
1987-yili Al-Fahidi qal'asining ba'zi qismlarida qulash xavfi yuzaga kelgach, muzey yer osti xonalariga joylashtirildi. Ayni vaqtda Al-Fahidi qo'rg'oni Dubay muzeyi deb ataladi. Mazkur tarixiy va sirli ko'chalar bo'ylab sayr qilar ekanman, o'zimni xuddi Dubay o'tmishiga tushib qolgandek his etdim. Voy, mana bularning judayam chiroyliligini, odamning kayfiyatini yanada yuqori ko'tarmoqda. Agar sizda ham Dubayning faqatgina zamonaviy megapolisini emas, shaharning asosi bo'lgan tarixiy qismlarini ham ko'rish istagi bo'lsa, unda albatta Krik kanali sohiliga borishingiz va Deira ko'chalari bo'ylab sayr qilishingiz zarur. Biz hozir Dubay Krik kanalidamiz. Bu yerda hattoki tarixiy kemalarni ham uchratish mumkin. Dubayning boshqa qismlaridan Deiradagi oltin bozoriga yoki ziravorlar rastasiga yetib olish uchun eng qulay yo'l metrodan foydalanishdir. Ammo hali metro bo'lmagan vaqtlarda Krik kanali orqali qayiqda kechib o'tish eng ommabop usul bo'lgan. Ayni vaqtda bu qayiqlar sayyohlar uchun attraksion sifatida foydalaniladi. Yoki Deirada yashovchi mahalliy aholi suvni kechib o'tish uchun ishlatadi. Bu asosan mahalliy bozorlarda savdo qiluvchi hindlardir. Krik kanalini tomosha qilish uchun qarshingizda ikki yo'l bor. Birinchisi odamlarni u qirg'oqdan bunisiga olib o'tib qo'yadigan oddiy qayiqqa o'tirish. Ikkinchisi esa butun kanal yoqalab yurib borish. Qay birini tanlash esa o'zingizga havola. Krik kanali manzarasi juda chiroyli. Bu yerda Deiraning zamonaviy uylari va o'tgan 100 yillikka mansub eski yuk kemalari saqlanib qolgan qadimiy bandargoh bor. Bularning bari bir necha 10 yillik mobaynida 20-asr o'rtalarida mavjud bo'lgan baliqchilar qishlog'ining qanday qilib o'ta zamonaviy megapolisga aylanib qolganini idrok qilish imkonini beradi. Men aslida bozor rastalari bo'ylab kezishni u qadar xushlamayman. Biroq qator do'konlardagi mahsulotlarni rang-barangligi, qiziqarliligi va sotuvchilarning chiroyli muomalasi ichkariga kirishga majbur qiladi. Kun issiq bo'lganiga qaramasdan, bu beg'ubor o'yinchoq bo'lakay meni kayfiyatimni juda ham ko'tarib yubordi. Turistlar bu yerga mashhur bozorlardan tilla, ziravorlar, elektronika buyumlari va mo'ynali postin sotib olish uchun tashrif buyuradilar. Buning ajablanarli joyi yo'q. Bu rastalardan yirik savdo markazlariga nisbatan ancha hamyonbop narxlarda xarid qilish mumkin. Sotuvchi bilan bemalol savdolashib, chegirmaga ega bo'lsangiz ham hech gap emas. Muzqaymoq pishirishi ham yoki muzqaymoq tayyorlashi ham musiqa bilan ekan. Bu haqiqiy sharq mamlakatlarining o'ziga xos xususiyati. Hamma yerda musiqa yangrashi shart. Issiq, shuning uchun men o'zimga ice cream, ya'ni muzqaymoq olmoqchiman. Bu muzqaymoqning narxi 1.7 dirham turar ekan. Mazasi juda ham zo'r.
Demak, keyingi manzilimiz La Perla by Dragon Show. Bu na teatr, na sirk, na musical va na kino. Bu yerdagi tomoshani boshqa hech qayerda ko'rmaysiz. Har bir namoyish zamonaviy san'at turlarining uyg'unligidan mujassam bo'lgan shou tarzida taqdim etiladi. Mazkur shoular teatr rejissyori, postanovkachisi, buyuk italyan arbobi Franco Dragon tomonidan yaratilgan. La Perla by Dragon teatrida 65 dan ortiq mashhur aktyorlar, gimnastlar, figuristlar, ekvilibristlar, kaskadyor, akrobatlar o'z mahoratini tomoshabinlarga namoyish etadilar. 25 metrlik gumbaz ostidagi sahna markazida 2.700.000 litr suv sig'adigan hovuz joylashgan. 14 ta qatorga joylashtirilgan 1300 ta tomoshabin uchun o'rindiqlar bor. Tomosha vaqtida tomoshabin va aktyorlar orasidagi masofa juda yaqin bo'ladi. Bu ularning his-tuyg'ularini yaqindan ko'rish imkonini beradi. Dubay sayohati bir umrga esda qolarli taassurotlarga boy bo'lishini, butunlay boshqa olamga tushib qolishni istasangiz, La Perla shousiga borishni unutmang. Muhtasham va maftunkor Dubay bo'ylab sayohatimiz davom etadi. Oldinda bizni ajoyib sarguzashtlar kutmoqda. Bu zavqli sayohatda bizga hamroh bo'ling.